har bitta insonga individual iqro degan, o'qi degan. O'shanga harakat qilaman o'zim o'qishga. O'sha uchun hamma dinlarni o'qib chiqdim, hammasini solishtirib chiqdim va yana bir bor amin bo'ldim Alloh borligiga. Hamma dinlar rost, hamma dinlar faqat bitta yo'lga olib boradi, faqat har xil yo'ldan olib boradi, bitta joyga, Alloh huzuriga boradi. Endi Alloh huzuriga yetib bora olmaydiganlar ham bor. Shu sinovini buzib qo'ysa agar, tanlovlarini xato qilib qo'ysa, yetib bora olmasligi ham mumkin. U har kim, u bu boshqa masala endi xullas. Mana shunaqa gaplar. Men hammaga maslahat berardim, o'qiyotganda shu kimdir o'qib, tarjima qilganda qovus ichiga qo'shib qo'ygan so'zlarini, o'zini tushunchasi, fikridan kelib chiqib qo'shgan so'zlarini olib tashlab o'qisangiz, umuman boshqa ma'noni ko'rasiz, umuman boshqa haqiqatni ko'rasiz, haqiqiy haqiqatni ko'rasiz. O'shaning uchun shunaqa asl nusxasini qovus ichida qo'shilgan so'zlarsiz har kim Qur'oni Karim va boshqa muqaddas kitoblarning hammasini asl nusxasida o'qib chiqishi albatta maslahat beraman, chunki insonning asosiy vazifasi ham shu. Allohni nima buyurganligini haqiqatda bilish. Men din haqida hech kim bilan bahslashni xohlamayman, lekin kimdir bir menga yozadi, bir narsalar qiladi, savollar beradi, bir narsalar. Agarda din haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz, luboy bilan luboy din haqida bemalol fikr yuritish mumkin. Lekin siz oldin o'zingiz o'qib keling. Kimdandir eshitib, fleshkalarga qo'yib olib eshitib, palonchi aka aytgan, palonchi hoji aka aytgan, palonchi ulamo aytgan, olim aytganni chetga surib qo'yib, shaxsan o'zingiz o'qib, keyin keling, keyin gaplashamiz. Ungacha men bilan din to'g'risida palonchi aytgan bilasizmi deb palonchini gapi bilan menga duelga chaqirib chiqish kerak yo'q. Men o'zim aytganim, o'zim o'qiganim, o'zim tushunganim bo'yicha gapiraman. Siz ham o'zingiz o'qiganingiz bo'yicha kelsangiz gaplashamiz. Lekin palonchi aytgani bo'yicha kelib men bilan olishmoqchi bo'lsangiz shart emas. O'zi din to'g'risida olishish kerak emas. Har kim o'zi to'g'ri hayotda o'zini bilganicha tanlovni qilib yashash kerak degan fikrdaman. Bu mana keyingi savolga javob. Endi dunyoviy bilimga keladigan bo'lsak, men mnogokratniy oliy ma'lumotliman. Birinchi konservatoriyada estradani bitirganman. So'ng menga hamma artist yurgandan keyin to'xtalaring sal dedim. Undan tashqari men o'zimning hayotimda juda ko'p bir zarbalar bo'lganda, birisi bilan umuman 4 yil 5 yillab sudlashdim, bir sherigim bilan oxiri olamdan o'tdi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mayli qilgan xatomi, kamchiligimi yoki balki yutug'imi, uni Alloh hal qiladi. Ish qilib, men rosa qonunni ichgan edi. Shundan keyin hamma joyda turtirib keyin, yo qonunlarni yaxshilab o'rganmasam bo'lmas ekan deb yuridiskiy bilim ham olishim kerak ekan deb shu yuridik bilimni ham o'qib chiqib, ya'ni yurisprudensiyada o'qib, yurist ya'ni huquqshunos ma'lumotini ham o'sha oldim. Ya'ni keyin o'sha menga siz artistsiz deysiz, tushunmaysiz deganda to'xtab tur. Senda ham diplom bormi? Mana meni huquqshunosligim to'g'risidagi, mana meni diplomim, mana meni bilimim, qaysi qonunni gapiryapsan sen? deb o'sha qonunlarni tushunib yetgandan keyin bemalol gapira oladigan va o'sha diplomim bo'lgandan keyin, huquqshunos degan diplomim bo'lgandan keyin odamlardan ham artist degan gap chetga o'tib qoldida, o'sha siz tushunasiz, to'g'ri deb boshqacha gaplashadigan bo'ldi. Shuni orasida aytib o'tmoqchimanki, men o'sha bu ikkinchi mutaxassisligim edi. Shuni orasida men sudlarda ishladim. Amaliyot, tajriba orttirish maqsadida o'sha praktika davrida. Men o'zim sudlashib yurgan paytimda o'sha sherigim bilan qurilishda ham aralashib qurilish qilgan paytlarim bo'lgan. Shu sherigim mol dunyoni deb sal qolgan meni qamatishiga, qilmagan ish qolmagan. Shu oxir olamdan o'tgandan keyin men undan Xudo meni qutqardi shu insondan. Ungacha 4 yil sudlashganda men sudyalardan rosa xafa bo'lib, nimaga qaramaydi, nima bunaqa buncha sovuqqon deb yurardim-da. Keyin o'zim shu huquqshunoslikda o'qib, o'zim sudda, praktikada amaliyot o'taganimda, ayniqsa fuqarolikda, jinoyatda o'taganimda men sudyalarning holatini tushundim. Tushunasizmi? Xuddi mana doktorlar ham qon ko'rib, o'sha ko'z o'rganib qoladi-yu, amaliyotga bemalol borib kesib tikib, hamma narsa qilib tashlaydi. U qonga ko'z o'rganmagan odam bilmayman, mencha qon ko'rsa ham hushdan ketib qoladiganlar bor. Misol, bu ham sudyalar xuddi shunaqa. Men o'zim ishlaganimda yig'laydigan ahvolda sudyalar bekorga o'sha bag'ri tosh, bir qanaqadir befarq bo'lib o'tirib qolmas ekan. Chunki sudlashayotganlar yaqinlar, ota-onalar farzandlari bilan, farzandlar ota-onalar bilan, aka-uka, opa-singil, yaqin tanish bilishlar, do'stlar, og'aynilar, birodarlar, o'rtoqlar bir-biri bilan, opa-ukalar, xullas hamma yaqinlar, qaynona kelin, er-xotinlar. Endi ularga sudyalarga tasavvur qiling, har kuni, yillar davomida har kuni, har soatda birisi chiqib, birisi kiradi. Faqat yaqinlar bir-biri bilan nima talashadi? Mol dunyo, mansab, lavozim, manmanlik, kibr narsa uchun bir-birini dabdala qiladi. Ya'ni bemalol bir-biriga tuhmat qiladi, bir-birini so'kadi, qarg'iydi, urushadi, yig'laydi. Hammamizning oramizda bor buni. Yaxshilab qarasanglar, ko'rasizlar. Mana shu narsalarni sudyalar har kuni, har soat, har daqiqada ko'rib o'tirishadi-da. Shundan ular o'zi bu odamzod derkanda, ular ham ularni keyin tushunib yetdim. O'zim o'qib chiqqanimdan keyin, o'zim o'sha sudda ishlaganimdan keyin, amaliyot o'taganimdan keyin aytdim, yo'q dedim, men qochib ketdim. Shuncha negativ, shuncha azob, dard,